Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimizning mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan, Lacetti avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz akalar 2012-yil 235 ming yurgan ekan. Mashinamiz xullas birinchi pozitsiya mexanika. Avtomobilimizning motor qismiga kelsak, motorimiz 1.8 Kadramnik choklari, usilitorlar, xullas gazlari bor. Balonlar ikisi balonlarimiz bitta holatda. Avtomobilimiz saloni. Linoni ko'rik chexol, xullas salonimiz akalar maloshniy salon ekan, ko'ryapsizlar. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan bir qator akalar salondan ko'rinishi. Xullas salon holatlari yaxshi, urinib metib ketmagan. Xullas ухажен. Ular qarab minilgan mashina, temir metan. Mana zapaska balon, damkrat, ключ, xullas hammasi bor. Keyin mashinani orqadan bir qator akalar videosi. Hozir qolgan ma'lumotlarni egalaridan olamiz. Aka, motor hadoylari qanaqa? Motorda rasvot yo'q-a? Hadoy dishchi? Qildirib qo'yganmiz. Hadoyda ham ish yo'q. Olib turib faqat minishadi, rasvot qilishmaydi, nasib qilsa. Qayerda mashinasi ekan? Marhamatning mashinasi. Kraska galtaga? Bor, ancha. Bor-a? Old orqalari pechatmi aka? Oldida bor bitta kraskasi, orqalari pechat. Oldida bor ekan, orqalari pechat. Uslitirga o'tganmi, o'tmaganmi? Bilmayman. Unisini aniq bilmaysiz. Sen bir qator ko'rib olishaveradi. Narxini qancha deyapsiz aka? 6300 deyapmiz. 6300 kami bor. Kami. Savdosichi bo'ldimi, yo'qmi aka? Savdosi. Endi mashina o'zingizlardan dehqonchilik. Gen chiqarmi yo'qmi? Gen, ular general davens qilib ochiladigan bo'ladi ekan. Faqat narxga sotiladi. Variant parti variant ham chiqaradi. Variant 2-3 ming puli bo'lsa, eng kamida 2000. Eng kamida akalar 2000 pullar bo'lsa, telefon qilsanglar variant ham chiqarar ekan. Noyabr oyigacha akalar chiqarar ekan. Barter devon mashinalarga banki yo'q-a? Telefon nomeringiz aka? 90lik 381 63 68. Ha? Raqamlarga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Lacetti akalar. Mashinamiz 2013-yil 294 ming yurgan. Xullas 1.6 motorda. Mashinamiz avtomat korobka akalar. 1.6 Lacetti ko'pchilik so'raydi akalar. Mana so'raganlar, endi telefon qilib gaplashib, kelishib, xullas bosoragan joy ekan. Avtomobilimiz xullas padranliklari, choklari, usilitorlar, gazlari bor. Balonlar ikisi balonlarimiz yaxshi holatda. Linoni yo'q, ko'riklari, chexollari, mana salon holatlari, akalar salonlar ham urinib ketmagan, yangi chexol, xullas mashina akalar olib turib minadigan holatda ekan, kurgovoy tonirovkada. Mana luklarigacha mana ishlab turibdi. Tonirovkaga ruxsati yana 11 oy bor deyapsiz aka? 11 oy bor. Tonirovkaga ruxsati akalar yana 11 oy tiniq bor ekan. Temir metan. Mana choklar shumka bo'lgan ekan. Zapaska balon, xullas hammasi bor. Mashinani orqadan ko'rinishi. Aka, motor hadoylari yaxshi? Zo'r. Motorda rasvot yo'q. Rasvot yo'q. Hadoy, korobka hamma yo'q. Xullas olib turib faqat minishadi. Faqat minasizlar akalar. Mashinamiz avtomat korobka 3-pozitsiyada. Kraskalari qanaqa endi? Krilodi 3da petnovi, qolgan joyi toza. Krilodi, qaysi krilodi? Nari krilodi o'yin tomon 3da. Shunday petnosi bor. Shunday petnosi bor ekan akalar. Qolgan joyi yaxshi ekan, bemalol ko'rsatib. Bemalol ko'rsatib tekshirib olsa, ichiga o'tmagan deyishyapti. Narxini qancha deyapsiz aka? 7,5 mingdan ozgina tushib beramiz. 7,5 ming oz-moz kami bor-a? Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Yo'q. Mana bozor ochdi, so'rab ketishyapti. Variant barter bank? Nimaga barterga bo'laveradi? Barteri bor. Variant bo'laveradi, bankka chiqmaydi. Variantga qancha pullar bo'lsa telefon qilsin? 50% pul bo'lsa. Gidet 3,5 mingni, bu yog'i. Gidet 3,5 ming, eng kamida 3,5 ming pullar bo'lsa telefon qilsanglar variantga ham chiqarar ekan. Telefon nomeringiz aka? 95lik 977 12 83. Raqamlarga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Lacetti, mashinamiz 2012-yil 200 ming yurgan ekan. 3-pozitsiya avtomat korobka, xullas avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.6 motorda padranlik choklari, usilitorlar, xullas gazlari
gazlar bor ekan. Balonlarga kelsak, balonlarimiz to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Avtomobilimiz bu yoqdan bir qator salonda akalar ko'rinishi. Mashinamizni ko'ryapsizlar. Nimalari akalar? Hozir bagaj sekin ochib olamiz. Xullas propanda qo'lni shumka ekan. Ular mashinamiz bagaj qismi shumka ekan, akalar tabletka. Bagajimiz bu yoqda cho'rib holatlar. Mashinani orqadan bir qator videolar. Aka, motor hadoylari yaxshimi buni? Yo'q. Xudo xolasa oladi, minishadi. Motor rasot yo'q, hadoylari yaxshi, to'rtta balonigacha yaxshi ekan. Lyuklari akalar mana lyuklarigacha ishlab turibdi. Kraskasi toza aka. Kraskasi ham toza. Sapachogida ham daja akalar yo'q deyishyapti. Endi bilasizlar, Lacetti kasali, lekin bunda akalar sapachogida ham daji yo'q ekan. Sapachogida ham akalar. Aka, buni narxini qancha deyapsiz endi? Buni aka 73 ta o'tib beramiz. 7300 kami bor-a? Savdosi-chi bo'ldimi yo'qmi? Erishyapti aka. Variant Barterbank? Nasiyasini qilib beramiz 1 oygacha. Bir oyga molimizni sotib qo'yamiz, sot deganga kutib ham turaverasizlar. Banki bor, barteri bor. Barter degan moshlarga bank qilib olishsa bo'laveradi. Telefon nomeringiz aka? 93lik 478 0550 raqamlarga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Lacetti, mashinamiz 2013-yil yurgani 400 mingdan oz-moz oshib qolibdi. Mashina xullas achmasam birinchi pozitsiya. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.8. Padranlik choklari, suritillar, xullas gazlari. Balonlarga kelsak, balonlarimiz akalar to'g'ridan o'rtacha holatda. Linonin ko'rik chixol, xullas mana salon holatlari akalar. Xullas ikkinchi pozitsiya ekan akalar mashina. Orqa oynalar tonirovka bo'lgan. Chayt akalarimiz tortishib qolishibdi. Endi ashunga hali nima bo'lib ketdim? Mana qozonlar, zapaska bo'lgan yo'q ekan. Bagajimiz akalar mana chok holatlar. Mashinani mana orqadan bir qator akalar videosi. Aka, motori noldan qilindi deyapsiz. Qilindi, videolarga solingan. Generalni o'zimizdan chiqaveradi, ukamda bor. Ular gen berilaverar ekan akalar. Hadovoyda rasxod qanaqa? O'zi ishi yo'q aka. Hadovoyda korobka qilindi. motor, hadovoy, korobka hamma yo'q cho'tka ekan. Ular olasizlar akalar, minasizlar, hech qanaqa rasxod qilmaysizlar. Kraskasini 2,5 detalli baraka qilaveramiz. old orqa pechat, ular 2,5 ta detalda bor deyapsiz-a? Narxini qancha deyapsiz aka buni? 6300 dan o'tib beramiz aka. 6300 kami bor-a? Savdosi bo'ldimi yo'qmi aka buni? 5,5 ga bermadi aka. 5,5 mingga berilmadi. Variant Barterbank chiqaveramiz aka. Chiqaveradi. Variantga qancha pullar bo'lsa bosishib yuborsin, telefon qilishib yuborsin. Variantga qancha chiqamiz aka? 1 oymi? 1 oy, 2 oy beraveramiz. 2 oygacha beraveramiz. 2 oygacha. Telefon nomeringiz aka? 93lik 478 0550 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangdagi Lacetti, mashinamiz 2012-yil 300 ming yurgan. Xullas mashinamiz akalar birinchi pozitsiyada ekan. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.8. Padranliklari, choklari, usiletillar, xullas gazlari bor. Mashinamiz bozorga tayyorlanmagan deyapsizlar, aka? Bozorga tayyorlanmagan, xullas akalarimiz mashina o'zlaridan ekan, dehqonchilik, xullas charmxod 4 ta yumshoq balonlarigacha. Mashina akalar qanday bo'lsa shunday chiqqan, alinaqa pardoz, andoz qilinmagan, mana saloni linonin ko'rik chixol, pardoz andoz qilinmagan joyda ham mashina xullas salonlari cho'tki turibdi. Xullas uhajinli qarab minilgan mashina ekan. Bunaqa urinib, purinib, haligi salon holatlari ham nima bo'lib ketmabdi. Bagaj qismiga kelsak, temir metan bagajimiz akalar choklari, bu yoqdan bir qator chok holatlari. Mashina akalar dehqondan Lacetti so'ragan akalarimizga. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Motorda avtorasot qiladi. Motori yaxshi. Motorda rasxod yo'q. Motori yaxshi. Xudo xolasa akalar, motorda rasxod yo'q. Motoriga javob deyishyapti. Hadovoy deyishchi? Hadovoy
endi ancha-muncha kami bor, kalotka palotga almashtirish mumkin endi. Bir qator ko'rsatish, nima qilish bir qator olgandan keyin Hamma yo'g'i yaxshi. amazator, pamazator unaqa nimalar yaxshi. Ya'ni kalotka qiladigan bo'lsalar shunaqa rasxodi bor ekan akalar. Endi bari mashinani olgandan keyin bir qator o'zingizlarga sal moslab olasizlar. Kraskasi aka buni. Kraska detallari hamma yo'q radnoy. Orqada petno bor. Bitta joyda petno bor, Ha, orqada bitta joyda akalar petnosi bor ekan. Narxi aka? Narxini nima deymiz endi, bo'ladigan aytib qo'yamiz. Aytavering aka. 6 ga berib yuboramiz. 6000 bo'lishi. Kami yo'q, a? Kami yo'q ekan. Variant barter bank? Yo'q, unaqalar yo'q. Faqat naqdga. Faqat akalar naqdga. Masalan, 5-10 kunga ozgina nasib bo'lsa berishimiz mumkin. Xullas, akalar molimiz soat, qo'yimiz soat, Rossiyadan pulim keladi, yo'qsa bu aka pul berib turadi degan odamlarga 10-15 kun kutib ham turilar ekan. Telefon nomeringiz 91lik 91lik 011 011 0975. 0975 raqamlarga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar qora rangdagi Gentra, mashinamiz 2016-yil, yurganiga где-то 400 mingcha bo'lib qopti akalar. Mashinamizni motor qismiga kelsak, motorimiz 1.6 bo'lyapti. Shunda 1.6 podramnik choklari, ustiletillar, xullas mana ko'ryapsizlar, pokoleniya gazlari. 1.6 mi, 1.5 mi ekan? 1.6. Balonlari kelsa, balonlari 4 ta, yangi balongacha taqilgan ekan. Avtomat ikkinchi paysa Euro variant ekan, avtomat ko'ribgan mexanika qilishgan ekan. Xullas linoleum, ko'rik, chexol, xullas mana salon holatlari. Xullas salonlar akalar cho'tki holatda ekan. Mashina urinib, meti boshqa bo'lib ketmagan. Chexollar ham yangi chexollargacha taqib qo'yilgan. Qorxonalar tonirovka, mana holatini ko'ryapsizlar. Bagaj xullas ochilmadi. Bu mashinani bir qator orqadan akalar ko'rinishi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Zo'r. Rasxod yo'q. Motor rasxod yo'q, hadoyda ishi yo'q. Qayerda mashinasi ekan? Andijon Izboskan. Izboskanning mashinasi. Kraska kartelari aka? Xo'p, kapot, yuzi и orqa eshik molding tagi ikkosi. Kapot yuzida, orqa eshik molding tagi и ular ikkita sapachogida bor. Narxini qancha dedik aka buni? 7,5 million. 7,5 ming kami bor a? Savdosi bo'ldimi aka? Savdosi bo'lyapti, andaqa nasiya savdo. Variantga so'rashyapti. O'zi qanaqa yo'llar bor? Variant, barter, bank. Naqqa. Faqat naqqa. Naqqa bankka. Xullas banklar olsalar bo'lar ekan. Yetmay qolgan xonasi, yana bankga olaman desalar ham bo'lar ekan. Xullas mashinani holatini ko'ryapsizlar, 2016-yil ekan. Xullas akalar bu Nexus'imiz ham sotiladi. Mashina 2020-yil 146 ming yurgan. Xullas bunday olib qaraganda, shu yerda ichina petnos bor, shuni hisobiga ustiletirga o'tgan ekan. Ikkinchi pozitsiyada mashinamiz mexanika. Narxini 7,5 ming kam bor dedingiz buni. 7,5 ming kam bor ekan. Ma'lumotni qo'shib o'tib ketyapmiz akalar. Telefon nomeringiz 33lik 33lik 050 050 79 08. 79 08. Xullas shu ikkala mashina ham akamizdan ekan.